Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzumizda 6-sinf mavzusi bo'lib, Scratch dasturida pen, ya'ni qalam uskunasidan foydalanish. Uskunani foydalanish haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Sprite dasturi bu pen qalam uskunasidan foydalanish asosan tadqiqot o'quvchilariga Scratch dasturi amaliy mashg'ulotlar olib boradi. Ular pen uskunasidan foydalanib geometrik shakllar yaratishga va chizmalar chizishga harakat qiladilar. Ushbu amaliyot orqali o'quvchilar kodlashni o'rganishadi, ya'ni chizmalar yaratish jarayonida qanchalik muvaffaqiyatli bloklarini tahlil qilinadi. Pen uskunasi o'quvchilarga kod yozish jarayonida yaratuvchanlikni amalga oshirish imkonini beradi. O'quvchilar dasturlashda geometrik shakllarni yaratish orqali o'zlarining vizual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Geometrik shakllar yordamida ular murakkab dizaynlar yaratishda, ranglar qo'llash orqali tasvirlarni bezashadi. Bu jarayon o'quvchilarning dizayn va estetik tushunchalari yordam berib yaratilgan chizmalar o'quvchilar matematik ko'nikmalarni qo'llash imkonini berib, ularning geometrik shakllar haqidagi bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, bu jarayon ijodiy xususiyatlarni rivojlantirish hamda muhim rol o'ynaydi, chunki o'quvchilar kod orqali o'zlarining tasavvurlarini jonlantiradilar. Scratch dasturida pen uskunasi orqali o'quvchilar har bir chizma yoki shakl yaratishda maqsadini fikrlash va rejalashtirish ko'nikmalarini o'zlashtiradi. O'quvchilarning tasavvurlarini obrazlar dasturlashda o'tkazish ularni kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlanishiga yordam beradi. Dasturlash jarayonida ishlatiladigan algoritm va logik xatolik o'quvchilarda ijodiy muammolar hal etish qobiliyatini kuchaytiradi. Shu bilan birga bu ularni yangi yechimlarni topishga, o'zlarini yaratgan ishlar ustida ishlashni davom ettiradi, o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatib boradi. Bu Scratch dasturida amaliy 3 xil metoddan foydalanish mumkin. Birinchisi interaktiv metod, ya'ni amaliy praktik metodi. O'quvchilar bunda Scratch dasturida bevosita ishlaydi, qalam bilan chizish o'rganadi, o'quvchilar mustaqil ishlaydi, tajriba orttiradi, natijadan baho ko'radi, kvadrat, doira, uchburchak chizish mashqlarini o'rganishadi. Ikkinchi amaliy metodimiz esa konstruktiv metod hisoblanadi. O'quvchi berilgan topshiriqqa qarab bloklarni to'g'ri joylashtirib, o'z algoritmini yaratadi. Mustaqil fikrlash algoritm tafakkurni rivojlantiradi. Bloklangan to'g'ri joylashtirish shakllarni chizishni topshirig'ini olishadi va shuni mustaqil harakat qilib chizib ko'rishadi. Uchinchi metodimiz esa ko'rsatma asosida step by step model hisoblanadi. O'quvchi har bir bosqichda ko'rsatadi. O'quvchilar takrorlab bajaradilar. Yangi boshlovchilar uchun juda qulay, xatolarni o'rganish imkonini beradi. Kvadrat, geometrik shakllar chizishadi. Xo'p, birinchi amaliy mashg'ulotimizni ko'rgan bo'lsak, bayroqcha bosilgani, ya'ni qalam 300 qadam yuradi. Ya'ni bunda qalam to'g'ri chiziq chizishi o'rganadi. Birinchi sodda chizmadan boshlaganimizda qalam harakati, ya'ni sprite harakatini 300 qadam to'g'ri chiziqqa yurish mashg'ulotini olib borishadi. Ikkinchisida esa Sprite dasturida pen uskunasi geometrik kvadrat to'rtburchak chizadi. O'ngga tomonga 90 gradusda burilganda to'g'ri kvadrat chizadi. Agar o'shani gradusini 4 marta takrorlash bloki qo'yiladi, chap tomonga bo'lsa yana 4 marta kvadrat chizig'ini chizib boradi, shaklini chizadi. Keyingi mashg'ulotimiz esa xuddi shuni Sprite bloklar yordamida, ya'ni kodlar orqali geometrik uchburchak shaklini chizib boradi. Keyingisi esa bu sal qiyinroq mashg'ulot hisoblanadi. Bunda koordinat o'qlari orqali Sprite to'lqinsimon chiziq orqali pastga tepaga harakat bilan chiziq chizib boradi. X, Y o'qlardan o'tib chiziq chizadi, mashg'ulot olib borishadi. Mustahkamlash uchun oxirida savollar bergan bo'lsak, pen uskunasida nima uchun ishlatiladi? Qanday qilib qalamni rangini va o'lchamlarini o'zgartirishimiz mumkin? Pen yordamida geometrik shakllarni qanday chizish mumkin? Mana shunday savollar berib, o'quvchilarning bugungi olgan bilimlarini mustahkamlab olamiz. Uyga vazifa esa xuddi shu Scratch dasturida uchburchak va yulduzcha shaklini chizishni uyga vazifa qilib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.